Ne'matlar insonlarni hamisha xursand qiladi. Ayniqsa, farzandli bo'lganimizda quvonchdan olamga sig'maymiz. Shu bilan birga hayotimiz ham o'zgaradi. Dilbandini chiroyli tarbiya qilish uchun har bir ota-ona qo'lidan kelganicha harakat qiladi. Go'zal tarbiya atalmish bu manzilga yetish uchun biz ota-onalar har kuni rivojlanishga intilmog'imiz zarur. Har kuni yangi bilimlarni oling, yangi va go'zal odatlarni shakllantiring. Kelajakda farzandlarimiz olim bo'lsin desak, birinchi navbatda o'zimiz bilimlarni olishni boshlashimiz kerak. Dunyo bilimlari juda ham katta tezlikda rivojlanib boryapti. Shu bois ilm borasida ota-onalar ham ilg'or bo'lishlari kerak. Sababi bolalarimiz ko'chadan emas, balki o'zimizdan chiroyli tarbiya topishi muhim. Buning uchun avvalo o'zimizni o'zgartirishdan boshlaylik.